Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 27-umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-toifali informatika fani o'qituvchisiman. Hozirda o'z soham bo'yicha C1 darajali xalqaro sertifikatga egaman. Shuningdek, oliy o'quv yurt talabalari uchun saralash algoritmlari kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha elektron o'quv qo'llanmani mualliflik huquqiga egaman. Maktabimizda dars mashg'ulotlaridan tashqari o'quvchilarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari maqsadida turli fan to'garaklarini yo'lga qo'yganmiz. Ushbu to'garaklar jarayonida o'quvchilarimizni kelajakka bo'lgan qarashlarini, mustaqil fikrlay olish qobiliyatlarini rivojlantirishga harakat qilamiz. Mashg'ulotlar davomida maktabimizning 9-sinf o'quvchisi Rahmatullayev Jahongir o'quvchimiz o'z odobi, namunali xulqi hamda ziyrakligi bilan boshqa o'quvchilardan ajralib turishadi. O'quvchilarimizni izlanuvchanligi, o'z ustida ishlay olish qobiliyati meni o'qituvchi sifatida doim mas'uliyat bilan ishlashga undaydi. Audio